Muhammadim bilan Navfalim ingliz tili bo'yicha 19 kunlik challenge'da qatnashishyapti. Keyingi hosillarga batafsil ma'lumot beraman. Hozir men Built-in English School o'quv markazi Yashnobod filialidaman. Bu o'quv markazining Toshkent shahrida 3 ta filiali bor. Bittasi Chilonzorda, bittasi Yunusobodda, bittasi esa Yashnobodda eski Lisunova kinoteatrining yonginasida joylashgan. Bu o'quv markazida farzandinglar agar 5 yoshdan 15 yoshgacha farzandinglar bo'lsa olib ko'rasizlar, ingliz tilini puxta va mukammal o'rganishadi. Keling endi challenge haqida batafsil. Agar sizda 6 yosh, 7 yosh atrofidagi farzandingiz bo'lsa-yu, ingliz tilidan umuman hech narsani bilmasa, ya'ni harf tanimasa, shu challenge-da qatnashishingiz mumkin. Ya'ni bular 19 kun davomida 9 ta o'quvchini ingliz tilini harflarini o'qiydigan darajada qilib tayyorlab berishadi. Challenge-ni o'quv markazi rahbari Nodiraxon Mahmudova tomonidan o'tkaziladi. Undan tashqari, farzandinglar 5 yoshdan 15 yoshgacha bo'lsa, bemalol olib ko'ringlar. Meni farzandim ingliz tilini yaxshi o'rganishni xohlayman degan ota-onalarimiz uchun ham shu o'quv markazini tavsiya qilaman. Yana eng yaxshi tomoni bizning o'quv markazimizda speakingga alohida urg'u berganmiz. Masalan, boshqa joylarda ko'pincha grammatikaga asoslanib qoladi yoki bo'lmasa faqat generalga asoslanib bolalar demak speaking bilan alohida shug'ullanisha olmaydi va biz speaking darslari uchun alohida soat ajratganmiz va bolalarimiz kichik yoshdanoq allaqachon bemalol ingliz tilida gapirishni boshlashgan. Men farzandlarim yozdirgan challenge 9 dekabrdan start oladi. Sizlar ham farzandinglarni yozdirmoqchi bo'lsanglar, havola qoldiraman. Hoziroq ustiga bosib ro'yxatdan o'ting.